Assalomu alaykum. Hormanglar. Salom. Uzmoviya.comda premyera. Assalomu alaykum Nursulton amaki. Assalomu alaykum Nursulton. Va alaykum assalom. Aytganingizdek pichanning ustini yopdik. 2 ta qo'y qo'zaladi, sutni esa jo'natdik. Mana kvitansiya. Ishlarimiz yaxshi. Keyinroq pichanning ustini yana ochib tashlanglar. Yomg'ir tez orada to'xtaydiganga o'xshaydi. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz. Nima deysan? Bugun maktabda bitiruv kechamiz bo'ladi. Amakimdan kostyumlarni olishim kerak. Ertaroq ketsak bo'ladimi? Ularni ertaroq qo'yib yubor. Yaxshi, endi borib ishlanglar. Yigitlar yomon yo'llardan yurishadi. Ko'zlari xuddi mushuknikiday yonadi. Yigitlar kechalari vaqtichoqlik, ko'ngil xushlik qilishni xohlashadi. Ha, shunday. Dastur. Shu va shunga o'xshash film va seriallarni o'zbek tilida sifatli formatda tomosha qilishni istasangiz, uzmovi.com sayti sizga muntazir. Eng so'nggi jahon premyeralari, blockbusterlar, shov-shuvli seriallar professional jamoa tomonidan ovozlashtirilib, siz aziz tomoshabinlar e'tiboriga taqdim qilinadi. Hoziroq Kinomania promokodi orqali saytdan ro'yxatdan o'ting va oylik 12990 so'm o'rniga 9990 so'm bilan 30 mingdan oshiq film va seriallarni hech qanday reklamalarsiz, hech qanday qotishlarsiz tomosha qiling. uzmovi.com eng so'nggi va eng birinchi. Assalomu alaykum Nursulton aka. Ishlaringiz qalay? Oilangiz, xo'jaligingiz yaxshimi? Hammasi yaxshi. Bir daqiqa. Tadbir boshlanmasidan oldin sizga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Yuring, yura qoling. Xo'sh, bunga qancha pul sarflading? Meni cho'ntagimdan ketmadi. Budjetdan 8 million. Qattiqroq gapirsangchi, bu yerda boshqa hech kim yo'q. 8 million. Juda pishiq hokimsan-da, barakalla. Janoblar, tez orada boshlaymiz. Yuring. Oltin uyim maktabim, bosh egaman oldingda. O'zing mening bahorim. Uzmoviya.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Sizlar uchun 11-A sinf o'quvchisi, oltin medalga nomzod Ospan Diana she'r o'qib berdi. Qarsaklaringiz. Endi esa so'z qishlog'imizning hokimi Qasimov Murat Abduhakimovichga beriladi. Marhamat. Mana. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar. Men albatta barcha bitiruvchilarimizni tabriklashdan xursandman. Bugun bu yerga alohida hurmatga sazovor inson kelgan. Bu eng katta fermerlik xo'jaligining boshlig'i hisoblanadi.
Aynan u bizga juda zarur bo'lgan tegirmonni qurib berdi va cheksiz hurmat bilan so'zni Nursultonga bermoqchiman. Qarsaklaringiz. Qariyani noqulay ahvolga solding-ku. Xo'sh, aziz do'stlar, boshlanishiga hammangizni tabriklamoqchiman. Sizlarga har doim omad kulib boqishini, imtihonlarni esa a'lo baholarga topshirishingizni tilayman. O'qishga kira olmagan ikkita o'quvchining xarajatlarini esa o'zim to'lab beraman. Bu mendan sovg'a bo'lsin. Bir umr eslab yurishadi. Nursulton amaki, qishlog'imizning hurmatli fuqarosi sifatida yoshlar uchun bir duo o'qing. Duo o'qishni ham yaxshi bilmayman. Lekin sizlarga bir narsani aytmoqchiman, aziz bitiruvchilar. Bir vaqtlar kommunist bo'lganman. Xullas, Xudo xohlasa sizlar ham bir kun baxtli bo'lasizlar. Hammangizga omad tilayman. Oq yo'l, rahmat. Sizga rahmat. Nimadir bo'ldimi? Bilasizmi, yana Bulat... O'g'lim yana bir baloni boshladimi? Ha, u Alibey ismli o'quvchining pullarini olib qo'yibdi. Onasi keldi. Dadasi shu yerga kelyapti. Yaxshimisizlar? Shundoq ham pulimiz yo'q, zo'rg'a kun ko'ramiz. Xo'sh, buning ishga aloqasi yo'q. Bolangizdan qancha pul olib qo'ygan? 500 tanga. Yetadimi? Keyingi safar tumshug'iga tushur. Tushundingmi? Men dadasiman. Senga hech nima qilmaydi. Rahmat. Xayr, yur ketdik. Xayr. Yaxshi, sog' bo'ling. Alibey, endi ehtiyotroq bo'l, xo'pmi? Haligi Bolat bilan gaplashib ko'ring. O'quvchilarning pulini olib qo'yish bu jiddiy jinoyat emas, lekin tepadagilarga shikoyat qilishsa men... Tushundim. Hammasi yaxshi. U bilan o'zim gaplashaman. Mayli, rahmat. Alo, Sauli. Bolat qani? Qachon ketdi? Xo'sh, ta'sir qildimi? Ha, juda zo'r oshna. Aytgancha, Ayka esingdami? U turmushga chiqibdi. Yo'q. Kimga ekan? Bu yerlik emasga o'xshaydi. Biznikilar olishmasdi. Qishloqda qiz qolmayapti. Chindan ham uchrashadigan qiz qolmadi. Jin ursin. Dadang keldi. Jin ursin. Hayvon. Itdan tarqagan. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Dada! La'nati, mana senga. Mana. Dada! Hayvon. Bolalarni pulni olib qo'yapsanmi, ha? Qanaqa bolalar, dada? Ayt, seni nima qilsam bo'ladi, nima qilay? Xudoyim. Qaysi gunohlarim uchun menga bunday o'g'il berding? Dada, nima bo'ldi? Qani gapir. Jim turma. Ayt, senga nima yetishmayapti? Nima yetmayapti, la'nati bola? Nima qildim o'zi, dada? Hayvon. Seni armiyaga jo'nataman. Ertagayoq armiyaga yo'qolasan. Qayerga bormayman. Nimaga bormaysan? Guvohnomam bor. O'sha guvohnomangni men qildirib berganman. Men. Birov sizga shunday qiling dedimi? Bormayman. Borasan dedim. U yerda seni tarbiyalashadi. Balkim odam bo'lib qaytarsan. Ming la'nat. Ming la'nat sendagi bolaga. Ming la'nat. Yaramas. Jin ursin. Yo'ldan qoch. Og'riyapti. Meni kechir oshna, ulgurmadim. Nimaga yalpayib yotibsan? Hayda. Kim meni sotdi? Chaqimchini topamiz. Jin ursin. Buni olib bor. Ehtiyot bo'ling. O'yligin juda ham chiroyli. Tayyormisizlar? Rangi ham senga Stollarni anavi yerga olib boringlar. Chiroyli. Tezroq. Onamga shahardan sotib olishni aytgandim. Marjonlari ham ko'p ekan. Juda chiroyli. Yarashib turibdi, qara. Ha, bilaman. Uzunligi ham bo'yingga mos. Chindan ham ochilib ketibsan. Yarashibdi. Yo'qsa, Dianani ko'rmadingmi? Salom bolalar. Salom Diana. Qalaysan? Qo'y, bu yoqqa kel. Vaqtida kelding. Bavr.
Cholning oldiga borib kel, bir ikkita so'rasang beradi. Xo'p. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Hoy, Nima, kim urushmoqchimisan? bo'lsang-chi, bo'ldi qil. Dadangdan har kuni kaltak yeysan-ku. Chaqqonroq, lapashanglar. Bitiruvchilar salom, ishlaring qalay? Ishlaring qalay deyapman. Oldimga kel. Kel. Nima? Qiz bolamisan? Qiz bolamisan deyapman. Qolgan mishqilarni ham chaqirib kelasan. Tushundingmi? Hammasini yig'ib kel. Damingni ol. Diana. Bu yana kim bo'ldi? Salom. Hoy, nimaga Qalaysan? jimsan? O Diana. Diana deysanmi? Ketyapman. Chiroyli qiz ekan. Qo'ysang-chi, hozir aytgan narsamni olib kelishadi. Nimaga o'tiribsan? Qorayni o'chir. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Endi esa vals qiroli Shamshir Qaldayaqovning oq vals musiqasi ostida yigitlar qizlarni raqsga taklif qilamiz. To'nka. Voy, nimaga qarayapsan? To'g'ri tur. Ko'rdingmi? Bularning barchasi seni deb bo'ldi. Uni urma, u hali kichkina. Anavi novchaga yaxshilab tushir. Egil dedim. Mana gaplashib ol. Xo'sh. Yana chaqimchilik qilasanmi? Ha? Qilmaysanmi? Qo'y, qayerga qochib ketyapsan? Do'stingiz g'irt landovur ekan. Seni Demak, sizlar ham landovursiz. mishqilar. Voy, Nurgojin. Biz endi boshladik. Gapir. Shoshma, videoga olmoqchiman. Men Nurgojin Alibey. Bo'la qol, gapir dedim. Boshingni ko'tarib kameraga qara. Men Nurgojin Alibey. Men Nurgojin Alibey. Landovurman. Gapir. Nima, tilingni yutib yubordingmi? Men Nurgojin Alibey landovurman. Landovurman. Haqiqiy landovur. Peshonangga kim ekaning yaqqol yozib qo'yilgan. Mana bularni nima qilamiz? Nima ham qilardik? Eskichasiga ish tutamiz. Dasturxon yozasizlar. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? 10 daqiqa vaqtingiz bor. Chaqqon hammasini tashkillashtiring. Nimaga Qani qotib olg'a. qoldinglar? Tezroq, Bo'la qoling. tezroq. Ana buni ketiga yaxshilab tep. Tur. Orqalardan bor. Bunaqasi boshqa qaytarilmasin. Tushundingmi? Salom, Jasik. uzmovia.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Bolalar, to'g'ri uylaringga boringlar. Ertaga ota-onalaringiz izlab yurishmasin. Mayli, yana bir marta tabriklayman. Rahmat, xayr. Xayr. Xo'sh, to'g'ri uyga boringlar va hech qanday tomosha ko'rsatmanglar. Tushunarlimi? Bo'ldi. Jin ursin. Jonimga tegishdi. Xo'y, hoziroq uyga boringlar. Hoziroq uyga, olg'a, tezroq. Oshna, yaxshimisan? Hoy, ixtiyandir. Shoshma. Suv olib kelaman. Yigitlar, bu bolalar sizlarga nima qilishdi? Hech nima. Balkim ular senga biror nima Qiz qilishgandi. bolaga o'xshab nimadir Qo'y, qilgandir-da. ovozlaringni o'chiringlar. O'ylab gapiringlar. Agar ular ariza yozishganlarida uzoq muddatga qamalardinglar. Jonim bilan sizlarni qamagan bo'lar. Jasi, kel, ichamiz, ushla. Tashla buni. Hatto dadang ham seni qutqara olmagan bo'lardi, bo'ladi, tushundingmi? Ha. Jin ursin, oxirgi marta ogohlantiryapman. Xo'p, gap yo'q, Jasik. Ha.
Oshirib yubormayapti. Bu axir ish-ku. Hali unga ko'rsatib qo'yaman. Qo'ysang-chi, u o'zimiznikilardan shunchaki tinchlan. O. Hozir kelaman. Nima, yaxshi ko'rib qoldingmi? Hozir kelin olib kelaman. Kelin olib kelarmish. Qani ixtiyandir, ajdarcha oldik. Faqat Qani, qayt bo'la qilib qol. yuborma. Tuzikni chaqir, hammasini yeb qo'yadi. Savli. Azizim, nima qilay? Mendan nima istaysan, ha? Shaharga jo'natdik, qarzga botdi, ishga joylashtirdik, janjallashdi. Mendan nima istaysan, ayt. Yaxshisi armiyaga jo'nataylik, balkim o'sha yerda uni tarbiyalasha olar. Agirim. Bolalikdan do'stmiz, birga katta bo'lganmiz. Kel, bir-birimizga nima bo'lmasin, do'stligimizni saqlab qolishga va'da beramiz. Ana xolos. Bitiruv kechasidan keyin aylanyapsizlarmi? Ha, Tabriklayman. rahmat. Rostdan ham maktabni tugatdinglarmi? Ha, Barakalla. bizni kutishayotgandi. Ketaylik. Uyga qaytishga hali erta emasmi? Yo'q, kerak emas. Hech qanaqa armiyaga bormaydi. Keling, yaxshisi o'g'limizni shunchaki uylantiramiz. Hushing joyidami? Ha? Kim ham unga turmushga chiqardi? U axir bezori-ku. Bo'latdaqa erni bo'lishini xohlarmidi birov? Bilasanmi, ochiqchasiga gapiraman. Hatto mushukdan ham ko'proq foyda tegadi. U hech bo'lmaganda jim o'tiradi. O'g'lingchi, unga gapirish befoyda. Ushla. Kelinglar birga nishonlaymiz. Yo'q, Raqsga biz tushamiz. ketishimiz kerak. Qani Yo'q, kelinglar. rahmat. Bizni Musiqani kutishyapti. zo'rligini qara. Ketishimiz kerak. Rahmat. Xayr. Oy, oldimga kel. Nima, gapimni tushunmadingmi? Ha? Bo'lat. Nima bo'ladi? Chindan ham bizni kutishyapti. Meni Iltimos. ahmoq deb o'ylayapsanmi? Qayerga otlanding? Bo'lat. Nima? Nimaga qo'lini Ketishimiz ushlab kerak olding? deyapman. Qorangni o'chir. Diana, Agirim. men birontasini Voy, chaqirib yerim ketma. Yordam chaqirib kelaman. Agirim, Diana. Voy, bu yoqqa kel. Qani, nima bor ekan? Tegma. Nimaga tegmay? Bo'lat, menga tegma. Qo'yib Ha? yubor, iltimos qilaman. O'tinaman, Bo'lat. Aqldan ozdingmi? Qo'lingni tort. Ha? Mana senga. Aqldan ozdingmi? Qo'yib yubor, Bo'lat, menga tegma, iltimos qilaman. Yot dedim senga. Voy, to'xta. Qo'yib yubor, Bo'lat, iltimos. Kerak emas, iltimos. Voy, ovozingni o'chir. Tovush chiqarma. Qo'yib yubor, Bo'lat, iltimos. Qo'yib yubor, kerak emas. Iltimos qilaman. Eshikni och. Boryapman. Kech bo'lganda yana kim keldi? Men qayerdan bilay? Bo'lat uyga keldimi? Och eshigingni deyapman. Hey, Bo'lat. Nimaga eshikni ochmayapsan? Eshikka qarasang bo'lardi-ku. Balkim Bo'lat. Gursillatishni bas qilinglar. Hozir ochaman. Ey Xudoyim. Men boryapman. Balkim Kibron nima qilgandir? Eshikni och, aks holda buzib kiraman. Kim u? Mana sen. Kim keldi? Hoy, bu nimasi? O'g'ling qani? Aqldan ozganmisan? Hoy, o'sha ablah qani? Chiq bu yoqqa. Kech bo'lganda uyimizga bostirib Chiq. kirishga Nima qanday hadding qilyapsan? sig'di? O'zingni o'chir, Saul. Nima bo'ldi? O'g'limga nima qilmoqchisizlar? O'g'ling qayerda deyapman, qani u? Bo'latga nima qildi? Ustingdan politsiyaga ariza yozaman. Nima uchun? Shuncha biz yozamiz. O'g'ling La'nat jazosini o'g'ling oladi. qamoqda chiriydi, eshityapsanmi? Gaplarimni Bo'ldi. tushundingmi? Qo'lingni tort dedim. O'g'ling hali javob Nimalar beradi. bo'lyapti? Barchasiga javob beradi. Ilohim, Nima bo'ldi bo'lib o'zi? ketsin. Gapirsang-chi. Hammasiga Ablahlar. o'g'ling aybdor. U hali javob Nima beradi. qilyapsan? Bo'ldi. Hey, U qizingni qizingga bos. qo'l tekkizdi. Tinchlaning. Tinchlan, Uni iltimos. ushladim. Xavotir olmang. Tashqariga qani u? Mahkamada men bilan yuring. Yura Yo'ldan qoling. qolsang-chi. Jasulam. Xudoyim. Nima bo'ldi? Nega unday qilishdi? Bo'ldi, Aytsang-chi, tinchlaninglar. gapir. Mahkamaga boraylik, shu yerda gaplashamiz. Mahkamada nima qilamiz? U yerda yana bitta qiz bor edi, guvohlik berdi. Bo'lat. Bo'latga nimadir bo'ldimi? Gapirsang-chi. Bo'ldi, Bo'latga nima qo'yinglar, qildi? tezroq kiyininglar. Ketdik. Ey Xudoyim, Bo'ling. qaysi aybimiz uchun jazolayapsan? Amantay amaki.
Qani u? Kamerada o'tiribdi. Qani u deyapman. Iflos! Amantay amaki, tinchlaning. Ablah hayvon, itdan tarqagan. O'rningdan tur, menga qara. Eshikni och, Jasulan och. Uni menga topshir. Menga qara, iflos. Hali qamoqda chiriysan, Bo'ldi, Amantay amaki, bas qiling. Unga qara. Bo'ldi, bas, o'zingizni qo'lga oling, iltimos. Uni menga ber. Uni bera olmayman. O'tinaman, menga ber. Yo'q, kerak emas, qo'ying. Amantay amaki, tinchlaning. O'lib ket! Bo'ldi, bas qiling. O'lib ket! Tinchlaning. Tinchlaning, o'tinaman, kerak emas. O'lib ket! Bo'ldi, ariza yozinglar. Hali Ariza qamoqda yozinglar. chiriysan, Mana, tushundingmi? yozinglar. Xo'sh, Hali yozing. qamoqda chiriysan. Ichki ishlar bo'limining boshlig'iga. Ko'zlaring qayoqda edi? Bo'ldi, O'g'lingiz qarlig'ash xola, qizimga bas nima qiling. qilganini Tinchlaning, bilasizlarmi? tinchlaning. Shu yerda Nimalar turing qilib deyapman. qo'ydi? Tinchlaning. Ey xudoyim! Amantay amaki. Qo'yablar hali seni. Amantay amaki, bas qiling, bo'ldi, bas qiling, bo'ldi. Menga qara. Amantay amaki, bas qilsangizchi. Mendan qochib qutula olmaysan. O'tiring, o'tiring, yordam bermaydi. Tushundingmi? Dadangni ham qamataman, tushundingmi? O'tiring, Menga qara, gapimni eshityapsanmi? Bo'ldi, qiling. Bo'ldi, Amantay amaki, o'tiring. Yozing. Bularni nima keragi bor? Bo'limining boshlig'iga. Bu nima qilib qo'yganini bilasanmi? Kerak, yozing dedim. Ha, bilaman, bo'ldi, Amantay amaki, yozing. Bo'ladi, o'g'lim, nimalar qilib qo'yding? Politsiya polkovnikiga. Bilmayman, akim. Menimcha u qamalsa to'g'ri bo'ladi. Xudo saqlasin. Nahotki o'g'lingiz haqida qayg'urmasangiz. Nur aka, azizim. Axir o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Amantay qo'l ostimda ishlaydi. Men uni lavozimini oshiraman. Bundan tashqari, uning qarindoshiman. Bu ishni o'zim hal qila olaman. Vaqt borida tanish bilishlardan foydalanish kerak. Imkonni qo'ldan boy bersa, keyin kech bo'ladi. U axir yagona o'g'lingiz-ku. Nimaga o'ylanyapsiz? Demak, bu ishni hal qilganing uchun senga xo'jalikning yarmini berishim kerak, shundaymi? Qandaydir mishqini deb uzoq yillar davomida to'plagan mol-mulkimdan ayrilishim kerakmi? Shunday demoqchimisan? Ey xudoyim, hayolida faqatgina pul. Nariki, men axir shunchaki yordam bermoqchiman. Xo'jaligingizni menga umuman kerak yo'q. Lekin tepadagilar bilan kelishish kerak bo'ladi. Jinursin, shoqol! Voy la'nati. Assalomu alaykum, alika. Qarlig'ash. Xo'sh. Nimaga keldinglar? Amantay, oilam nomidan sizlardan kechirim so'rayman. Agar o'g'limizni jazolamoqchi bo'lsangiz, biz qarshi emasmiz. Lekin bu ishni boshqachasiga ham hal qilsak bo'ladi. Shunday emasmi? Biz axir kattalarmiz-ku. Amantay, qarlig'ash. Butun qishloq g'iybat qilyapti. Ha. Nima? Bizni pul bilan sotib olmoqchimisan, ha? O'g'lingiz hayvon. Maxluqdan farqi yo'q. Bizdan nima istaysizlar o'zi? Mayli. Endi menga quloq solinglar. Hammamizning qishloqda hurmatimiz bor va albatta bularning barchasi katta shov-shuv keltirib chiqaradi. Shuning uchun qishloq hokimi sifatida sizlardan tinchalanishingizni va Qo'y hokim, boshimizni qotirmasdan nimaga kelganingni ayt. Amantay, men yarashib olishni va yangi oilani yaratishni taklif qilaman. Yangi oilani. Yarashish? Qizimizni o'sha ablahga berishimizni istayapsanmi? Qo'y, o'lsam ham qizimni unga bermayman. Yo'qolinglar bu yerdan. Qarlig'ash.
qizingni kelajagi haqida o'yla. Butun qishloq xabardor. Jasik. Sigareting bormi? Ovozingni o'chir, jonimga tegdilar. Bir dona sigaretani qizg'anyapsanmi? Haddingdan oshma, hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Oh, assalomu alaykum, Jasulan Botir. Salomlashish uchun amakingni shaxsan o'zi keldi. Yaxshi, Ishlar yaxshi. yaxshimi? Qorning och qolmadimi? Yaxshi deysan-ku, lekin ko'z oldimda qurib qolyapsan. Tezroq uylan, to'yingda maza qilib raqsga tushamiz. Xo'sh, bizga bayram uyushtirib berasanmi? Hali ulguraman, ishlarim. Ishimiz faqat narigi dunyoda tugaydi. Aytgancha, ish haqida. Bo'latning arizasini shaharga jo'natmadingmi? Hali ulgurmadim. Ma'lumotlarni kompyuterda yozishim kerak. Mana u. Jasulan, quloq sol. Qishlog'imizga bunday shov-shuvning mutlaq keragi yo'q. Tushunyapsan-a? Buni ishga aloqasi yo'q. Jasulan, o'zim Yo'q, Murat amaki. Murat amaki, unday qilish mumkin emas. Murat amaki. Hoy, Murat amaki. Hoy, bu yoqqa kel. Ovozingni o'chir. Unga qara. Hali boshini uzib olaman. Yaxshi, Amantay. Uni o'ldirding deylik. Seni qamashadi. Boyvachchalar bir yil qiynalishar. Biroq Dianaga nima bo'ladi? Toshingni ter. Qarlig'ash. Agar u homilador bo'lsa-chi? Odamlar nima deyshadi? Qanday sharmandalik. Uyatdan yerga kirib ketkim kelyapti. Hoy, bo'ldi. Bu yerdan butunlay ko'chib ketamiz. Qayerga? Qaysi pulimizga? Yaxshisi, qizing haqida o'yla. Ha, to'g'ri. Siz ham qizingiz haqida o'ylang. U kimga turmushga chiqadi? Kim uni oladi? Ey Xudoyim, butun qishloq oldida sharmanda bo'ldik. Sharmanda bo'ldik. Uzmoviya.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Natqa 10 million. Juda yaxshi. Quda bo'lganingiz bilan tabriklayman. Хочешь $400? Найди сайт 1xbet, получай бонус за регистрацию и делай ставки на любые события. Aynalayın karağım kalacaksın ay. Sala verme közünde her jaksıgay. Sala versen gözünde her jaksıgay. Her jaksı körler anlaşıday.
Күміс құлғанай, отқа тұрғанай, айналайын көзіңді ашып жұмғанай. Текзат тарымай, шекжан тарымай, шекжан қолым олма, көпжан тарымай. Айналайын маған, құдасы бар Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislaridan birida yoshlar qurbingiz yetsa uylaninglar. Agar qurbingiz yetmasa roza tutinglar. Roza ko'plab gunoh ishlardan qaytaradi deganlar. Mana bugun 2 yosh turmush qurishmoqchi. Turmush qurishning o'z shartlari bor. Eng asosiy shart bu er va xotin musulmon bo'lishidir. Bo'lat, sen musulmonmisan? Ishtoningni yechib ko'rsat, oshna. Ha, musulmonman. Unda ortimdan qaytar. Ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu Axir hozirgina aytdim-ku. Qaytar. va ashhadu anna muhammadan rasululloh. Diana, siz ham qaytaring. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh. Yaxshi. Keyingi shart bu mahr. Mahr bu kuyovning kelinga sovg'asi. Kelin uni o'zi tanlaydi. Diana, nima xohlaysiz? Ozodlikni. Sekinroq. Yaxshiroq narsa so'rasang bo'lmaydimi? Mikroto'lqinli pechni so'ra. Yigitlar, matchning ichida qattiq kulib bo'lmaydi. Tinchlaninglar. Bo'ldi, tushundik. Diana, yana biror narsa xohlaysizmi? Yaxshi. Keyingi shart ikkala tomondan guvohlarning bo'lishi. Bormi? Yaxshimisizlar? Rahmat. Rahmat. Ichkariga kiringlar. Bu yerda turmanglar. Xamir tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor. Bu yerda yugurmanglar, ko'chada o'ynanglar. Hammasi tayyormi, qizlar? Ha, tayyor bo'lyapti. Buni 3-stolga olib boring. Hurmatli kelin va kuyovning otalari, quchoqlashish bu qozoqlarning urf-odatlaridan biri. Bolalaringiz qanchalik baxtli bo'lishini xohlasangiz, shunchalik qattiq quchoqlashinglar. Boshladik. Rahmat, lekin bu hech nimaga yaramaydi. Yaxshilab quchoqlashinglar. Ovozingni o'chir, aks holda pulingni ola olmaysan. Otamizning beli og'riyotgan ekan. To'yimiz esa yuqori kayfiyatda davom etadi. Hozir esa maestro, musiqa. Qudalarning sharafiga raqsga tushamiz. Marhamat. Men ko'p yillar davomida Dianaga do'mbira chalishdan dars berganman. Diana, hayot yo'li oson emasligini yaxshi bilasan. Lekin qiyinchiliklar bilan to'qnashgach, ularni yengib o'ta olishingga ishonaman. Va sen yaxshi ko'radigan Hayot yo'li nomli kuyni ijro etmoqchiman. Hoy, Amantay. Kel ichamiz.
Nimaga xo'mrayib o'tiribsan? Yo'q, make, rahmat, ichmayman. Bu axir to'y-ku. Rahmat, make. O'zing ichaver. Sevgi, Sog'lik. baxt, Birga bo'linglar. umringizni oxirigacha inoq bo'lib yashanglar. Bo'ldi. Endi menikisan. Ularga qarang. Naqadar chiroyli juftlik. Ko'z yoshlarni ko'ryapsizlarmi? Bu baxt ko'z yoshlari axir. Hey. Bas qil. To'yni to'xtat. Voy, xotinimni ortidan o'zim boraman. Qara, ko'rdingmi? Endi tushundingmi? U hech qachon odam bo'lmaydi. Meni sharmanda qilding deb o'ylayapsanmi? Hammasiga tupurdim. Azizim, chiqa qol. Uyga qaytishimiz kerak. Diana. Diana? Ya? Diana, nima taqdiringdan yalangoyoq yo'q qochmoqchimisan? O'rmonda daydib yurganimni qara. Diana! Ey Xudoyim! Diana! 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 Bo'ldi, bo'ldi. Hozir yoshlarga baxt tilamoqchiman. Oilada janjallar bo'lib turadi. Hozir bolalar kelishadi. Boshi qiyin bo'ldi, lekin u yog'iga hammasi yaxshi bo'lsin. Kelinglar, ichamiz. Ha, rahmat. Bo'ldi, ketdik. Yo'q, yana ozgina o'tir. Yo'q, bo'ldi, to'ydim. Asosiy muammo hal qilindi. Nurika, rasmiyatchiliklarni hal qilish qoldi. Cho'zib yubormang. Toshingni ter. Ey Xudoyim. Bo'ladi. O'g'lim, hammasi yaxshimi? Jin ursin. Hoy, mushukka tegma, bechorani qo'rqitib. O'zim ham qo'rqib ketdim. Muiza, qayerdasan azizam? Qo'rqma, oldimga kel. U shunchaki ichi bo'lgan. Yonimga kela qol. Kelin qulluq bo'lsin. Uzmovia.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Qizim, meni kechir.
Biz kurortga ketayapmiz. Men juda chiroyliman, sen esa yo'q. Hayot go'zal. Diana, Bo'lat. Nonushta tayyor. Balki chiqarmiz. Oyoqlarim og'riyapti. Xohlasang muz olib kelaman. U yordam beradi. Kerak emas. Axir hech narsa kerak emas deyapman-ku. Shunchaki menga teginma. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Hammasi joyidami? Ha. To'ydan keyin bezovta qilganimiz uchun kechiring, lekin buni ko'rishingiz kerak. O'zimiz ham bunaqasini birinchi marta ko'ryapmiz. Qarang. Xo'sh, nima qilibdi? Bekorga shovqin ko'taribsizlar. Bu axir g'alati-ku. 1 yil oldin karatasida xuddi shunaqasi tug'ilgandi. Keyin esa butun xo'jalik yonib ketdi. Bu yaxshilik alomati emas. Jin ursin. Nimalar deb valdirayapsan? Televizor ko'p ko'rib yubordinglarmi? Boshimni qotirmasdan tezroq uni so'yinglar. Qani pichoqni berchi. Duo o'qish kerak. Aql o'rgatma. Duo o'qigandan ko'ra veterinarni chaqirsalaring yaxshi bo'lardi. Demak, gap bunday. Bu yerda bo'lganlar haqida hech kimga aytmanglar. Aks holda fermamizga ko'z tekkan deb gap tarqatishadi. Unda nima uchun bunday bo'ldi? Kim biladi, balkim qandaydir kasallikdir. Boringlar. Kecha Serik bilan bog'da qo'l ushlashib yurganingizni ko'rishgan. Bu haqida nima deya olasan? Fikringni kutyapmiz. Biz shunchaki do'stlarmiz. Do'stim deb har kim bilan qo'l ushlashib yuraverasanmi? Kel, unda men ham Gulnura bilan qo'l ushlashib yuraman. Yana kimning qo'lidan ushlay? Menga qizlar yarashmaydi deb o'ylaysanmi? O'zing ham vaqti bilan qarab tursang kerak. Tushlaringda aniq meni ko'rib chiqasan. Aybek, bas qiling. Jazira, keling bir qarorga kelaylik. Sizga ko'proq Aybek yoqadimi yoki Serikmi? Savollari juda ham g'alati ekan, lekin Kim yoqadi deganingiz nimasi? Jiddiy aytyapsanmi? Jazira bo'ldi, bas. Ovozingni o'chir, Aybek, haddingdan oshma. Jazira bir qarorga kelganicha studiyaga keyingi da'vogarlarni taklif qilamiz. U kelishgan va juda ham aqlli. Barcha qizlarni orzusi. Ko'p Jasarov Bo'lat va yana go'zallikda tengi yo'q jozibador Diana Osman. Kutib olinglar. Mening ismim Diana. Men Bo'lashaq qishlog'idanman. Bo'sh vaqtimda do'mbira chalishni yaxshi ko'raman. Lekin afsuski ota-onam meni xuddi keraksiz buyumdek pulga sotib yuborishgan. To'g'rimi gapim?
Xudoyim, qo'rqitib yubording-ku. Nimaga mo'ralayapsiz? Bo'lat. Hech qanday ovozlarni eshitmadingmi? Yo'q. Shoshma. Diana yaxshimi? Hammasi joyidami? Ozgina kasal bo'lib qoldi. Quloq sol. U toza havoda aylanib kelish kerak. Bu unga yordam beradi. Ahvoli ancha yaxshilanadi. O'zingiz borib aylanib keling. Ah, Hammasi joyida, oyi. Xavotirlanmang. Sal keyinroq chiqamiz, xo'pmi? Soqchi bo'lib ishlaganman. Oyimga yordam beraman. Hozir birga yashayapmiz. Shuning uchun Bilasanmi? Bugun 2 boshli qo'zichoq tug'ildi. ey Xudoyim, bu qandaydir yomonlikning belgisi. Faqat sen boshlamagan. Aqldan ozganmisizlar deyman. Balki bu qandaydir infeksiyadir. Ha, to'g'ri. Bu kasallik. Kasallikdan boshqa narsa emas bu. Nimaga har doim tirnoq ostidan kir axtarasizlar, tushunmayman. Uy pashshaga to'lib ketibdi-ku. Bu nimasi? Balkim bugun non pishirib Qur'on o'qirmiz. Nima deysan? Nima? Qur'on o'qiymiz. Hey, yaxshi kitob o'qi, balkim aqling kirib qolar. Bugun nima qildinglar? Qani gapir. Kelin qani? Hali ham yotibdimi? U ozgina kasal bo'lib qolibdi. Kasal emas. Xuddi mushugimizga o'xshaydi-ya. Agar kasal bo'lsa, doktor chaqir. Kerak emas, tuzalib ketadi. Yo'q, qanaqasiga axir? U onangga yordam berish kerak. Bu nimasi? Unda bizga kelinni nima keragi bor edi olib? Kerak emas, dada. Eshitib qolish mumkin. Eshitaversin. Hammasini eshitsin. Hoy. Nima? U bu uyda mehmonmidi? Hey, qayerga ketyapsan? Ortingga qayt. Jinursan. Diana, o'rningdan tur, bo'la qol. Kel. Ana shunday. Bo'lat. Quloq sol. Rahmat. Arzimaydi. Diana, balki doktor chaqirarmiz. Yaxshiman. Diana, kechir meni. Men yomon odamman. Bo'lar ish bo'ldi. Bundan tashqari Senga nima qildi? Bo'lat. Menimcha homiladorman. Jiddiy aytyapsanmi? Bunga ishonching komilmi?
Borib onamni xursand qilaman, xo'pmi? Hali erta. Keyinroq ularga birga aytamiz, xo'pmi? Ha, Maylimi? mayli. Diana, quloq sol. Men o'zgaraman. Chin so'zim. Menga ishon. Yangi bo'latga aylanaman. Eshityapsanmi? Agar o'zgarsang, men ham o'zgaraman. Bugun ovqatni o'zim pishiraman, xo'pmi? Yo'q, bas qil. Ovqat qiladigan odam bor-ku. Axir men bu uyda kelinman. Bu esa meni burchim. Mana, ovqatlanib ol. Ol. Afsuski, ota-onam meni xuddi keraksiz buyumdek pulga sotib yuborishgan. To'g'rimi, oyi? Idishni yuvish kerak. 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 Kim yomon? Kelin yomon. Kim yomon? Kelin yomon. Kim yomon? Kelin yomon. Kelin yomon. Yomon kelin. Yomon kelin. Yomon kelin. Mantisi shirin chiqibdi. Go'zallik. O'g'lim non yemasdan xotining pishirgan mantini tatib ko'r. Juda ham shirin. Ha, hozir. Ola qol. Juda ham mazali. Shoshma. Ko'zlaringga nima qildi? Bilmayman, kechasi isib ketdim. Hech uxlay olmadim. Unda oynani ochsanglar bo'lmasmidi? Qoyil. Bugun qandaydir bayrammi? To'kin dasturxon yozibsizlarmi? Kelinimiz tuni bilan tayyorlab chiqdi. Kechasi uni ko'rib qo'rqib ketdim. Barakalla. Umri uzoq bo'lsin. Qani u? Peshonasini o'pib qo'yaman. Charchab uxlab qoldi. Qiziq. U nima, quyoshdan qo'rqadimi? Ha? Balkim u vampirdir. Oxirgi paytlar nimagadir ko'nglim g'ash bo'lyapti. Hech qanday g'alati narsalarni payqamadinglarmi? Nursulton amaki. Nima bo'ldi? Nursulton amaki, men bilan yuring. Ularni kim o'ldirdi? Bo'rilarmi? Unday deb o'ylamayman. Tishlarini izi yo'q. Tanalariga ham hech kim teginmagan. Shunchaki o'ldirishgan. Jasulanga qo'ng'iroq qildim. Tez orada yetib keladi. Kameralarchi?
U yerda nima borligini ko'rish kerak. Hey, menga aytchi. Butun qishloqni ish bilan ta'minlayman. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Ularga nima yomonlik qildim axir? Rostini aytsam, o'g'lingiz va haligi voqealardan keyin dushmanlaringiz ko'paygan. Shuning uchun aniq bir gumonlanuvchi bor, sababi ko'rinib turibdi-ku. Buni qudalarimiz qilgan demoqchimisan? Bilmayman amaki, hozir aniq bir nima deya olmayman. Tergov o'tkazib, bu yerni tekshirishim kerak. Videoni ko'rgach sizga aytaman. Jinursan. Nimalar bo'lyapti o'zi? Xo'sh, nimaga yig'ilib oldinglar? Gapiringlarchi? Gap shundaki, xafa bo'lmang-ku, lekin ishdan bo'shamoqchiman. Men ham. Biz ham. Hey. Aqldan ozdinglarmi? Yo hazillashyapsizlarmi? Nima bo'ldi sizlarga? Nursulton amaki, xo'jaligingizga ko'z tekkanga o'xshaydi. Jinursin, yana boshladinglarmi? Bunday safsataga qanday qilib ishonish mumkin? Yigitlar, tushunaman. Qo'rqyapsizlar, lekin bu shunchaki muammo va uni hal qilaman. Aybdorni topaman va u hammasi uchun qonun oldida javob beradi. Gapimga ishon. Nursulton amaki, kechiring. Unda yo'qol. Hammang qorangni o'char. Shuncha yil sizlarga ish berdim. Menga rahmatinglar shumi? Qilgan barcha yaxshiliklarim uchun shunday qilib minnatdorchilik bildiryapsizmi? Ket hammang. Hammang yo'qol. Hey, Quda! Quda! Uyda kim bor? Hey! Jim bo'lay. La'nati ko'ppak. Qani yo'qol. Huy, yaramas yo'qol. Assalomu alaykum quda. Nima qilyapsiz? Mana bu it tinmasdan akillayapti. It bo'lgandan keyin akillaydi-da, gapni ham qotirasiz. Ko'ring. Quda, qizim yaxshimi? Qo'ng'iroq qilsak ko'tarmaydi ham. Hali ham bizni kechirmagan ko'rinadi u qiz. Balkim shundaydir. O'zim ham uni ko'rmayman. Qanaqasiga? Kasal bo'lib qolganga o'xshaydi. Qudam qani? 2 kun oldin shaharga mashina ko'rishga ketgandi. Hali ham kelmadi. Xo'sh, nima bo'ldi? Tushunmadim. Mashina sotib oldimi yoki yo'q? Hali olmadi shekilli. Suratlarni jo'natib turibdi. Nimaga so'rayapsiz? Shunchaki tabriklamoqchi edim xolos. Mayli. Ketishim kerak, ishim ko'p. Ko'rishguncha qarlig'ash. Bizdan xafa emassizlar deb umid qilaman. Hammasini hal qilib bo'ldik. Xafa emasmiz. Bo'lat, Diana, choy ichishga kelinglar, bo'la qolinglar. Bo'lat, Diana.
Bolat! Bolat! Diana, eshikni ochinglar! Bolat! Bolat! Oching! Bolat! Oyi, Bolat! nima bo'ldi? Bolat! Oyi, Bolat! oyi, nima bo'ldi? Bo'ldi, hammasi yaxshi. Oyi, bo'ldi. 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 Nima bo'lganini ayting. Ana bu yerda kimdir yuribdi. Bu uyda nimadir bor. Bolat, bo'ldi. menga yordam ber. Bo'ldi, oyi. Qandaydir Tinchlaning. soya. Sekinroq. Bo'ldi, oyi, tinchlaning. Ustingdan nimani hidi kelyapti? Oyi, Nima bas bu? qiling. Hammasi Yana yaxshi, qani? oyi. Shunchaki qattiq qo'rqib ketdingiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Diana Bo'ldi. qani? Unga ayt chiqsin. Unga ayt chiqsin. Diana! U xonamizda, oyi. Uni ko'rmadim. Iltimos tashqariga chiqsin. Oyi, u o'tiraman. uxlayapti. Bolat! Uni bezovta qilishni kerak yo'q. Hech qachon shu yoshga kirib qudam bilan dushman bo'laman deb o'ylamagandim. Barcha chorva molimni sotib yuborsammikin, ha? Mol bo'lmasa xo'jalikni nima keragi bor? Gapirchi, nima keragi bor menga bularni? Boshimga uramanmi? To'g'ri aytasiz. Yaxshisi butun xo'jaligingizni sotib yuboring. Jim bo'l. Qo'y. Jin ursin. Na uyda, na fermada tinim yo'q. Счастье завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Выбери меня, птица счастья. Qayerlarda yurgandingiz? Seni qo'rqitib yubording-ku. Uyga mulla chaqirishimiz kerak. Iltimos, bu yerda yashay olmayman. Judayam qattiq qo'rqib ketyapman. Meni eshiting. Nimalar bo'layotganini tasavvur ham qila olmaysiz. Oldimga qandaydir arvoh keldi. Men Nimalar deyapsan, Saulet? Qarib qolganga o'xshaysan. Ko'zingga har balo ko'rina boshlayotgan bo'lsa. yo'q, ishoning. Qandaydir Bas arvohni qil. ko'rdim. Aqldan ozishni boshlabsan, xotin. Sekinroq. Bolalar eshitib qolmasin. Bolalar eshitmaydi. Ular hozir boshqa ish bilan band. Bas qiling.
Diana, qizim. Diana. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sizga nima degandim? O'g'lim. Axir kirmang degandim-ku. Bolam. Kirmang degandim. Bolam, unday dema. Kerak emas. Baqirma o'g'lim. Kirganim yo'q. Kirganim yo'q. Kirganim yo'q. Kirmadim. Kirganim yo'q. Ey Xudoyim, bu qanday musibat bo'ldi? Diana, oyimni kechir. U boshqa kelmaydi. Senga biror nima olib kelaymi? Kerak emas. Iltimos, oyingga qo'pollik qilma. Bu yaxshi emas. Diana. Kel, oyimga hammasini aytamiz. Yo'q, Bolat, mumkin emas. Hali erta. Ular tushunishmaydi. Faqat oyimga. U tushunmaydi. Hali erta. Ha, erta. Hech nimadan xavotirlanma, xo'pmi? O'zingni asra. Hozir kelaman. Dada, bu men bo'latman. Oyim chiqib ketdi. Hozir Diana tayyorlaydi va o'zim olib boraman. Ha, mayli o'g'lim. Bo'lat ham sal keyinroq keladi. Yaxshi. Nursulton amaki, qarang. Xo'sh. Ko'rdingizmi? Aha. Hozir yana ko'rsataman. Aha. Mana qarang. Aha. Qarang. Mana qarang. Kameraga yaqinlashganida chiroq o'chdi. Kimdir mashinada kelgan. Agar bugun borib hammasini tayyorlasak, uni aniq ushlaymiz. Voy ablah. Uni ushlab olsam burdalab tashlayman. Yo'q, Nursulton amaki, biz qonun doirasida ish tutamiz.
Savlat xola? Hammasi yaxshimi? Yo'q. Qani yuring, nima bo'ldi? Gapiringchi. Oxirgi paytlarda qattiq qo'rqyapman. O'g'lim ham o'zgarib ketgan. O'ziga o'xshamay qolgan. Juda ham qo'rqyapman. Uyda tinimsiz ortimda kimdir turganini his qilaman. Burchaklarda qandaydir pichirlagan ovozlar, yoqimsiz tovushlarni eshitaman. Nima qilishni bilmay qoldim. Menga yordam beringlar. Tinchlashingiz kerak. Allohning ismi tilga olinmaydigan, Qur'on o'qilmaydigan joylarda jinlar in qurishadi. Aytib berayotgan narsalaringiz jinga o'xshaydi, xola. Endi nima qilaman? Ey Xudoyim. Hozir kelaman. Qarab turing. Ey Xudoyim. Iltimos, tinchlaning. Hozir sizga bir surani yozib beraman. Uyga borib, o'sha surani bir necha marta o'qiysiz. Mana, hamma joyga tuzoq qo'yib chiqdim. Bugun bo'lmasa ertaga uni albatta ushlaymiz. Qochib keta olmaydi. Siz shu yerda o'tiring. Bizni kechir, Jasulan. Tushunmadim. O'g'limizni qamoqqa tushishdan va sharmandalikdan asrab qolding. Ha, ariza haqida gapiryapsizmi? Arizani hokim olib ketgandi. Bunga ancha bo'ldi. Mayli, men tashqarida kutaman. Qayerga ketyapsan? Dadamga ovqat olib boryapman. Oyi. Kechiring meni. Uzmoviya.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Qimirlama, otaman. Dada, bu menman. O'g'lim, kir. Ovqat olib keldim. Xo'sh. Ko'cha tinchmi? Ha, hammasi yaxshi. Oying nima qilyapti? Uyda o'tiribdi. Mayli dada, men ketdim. Bo'ladi. Shoshma. Последние дни, мама. Oxirgi kunlarda oying nimadandir qattiq qo'rqyapti. Balkim bu mening aybimdir. Hech qachon senga mehrimni ko'rsata olmaganman. Lekin yodingda tut. Qanchalik yomon bo'lmagan.
baribir bizning sevimli o'g'limiz bo'lib qolaverasan, bolam. Allahu la illa ya khil ya khwal. Hayyul qayyum la la. Hauzatu sinatu Allah. Haumna humafis samatu amafil. Sinati yalati amanusa lazin ishtahu indawila yanabu maila aidahumua halahum walaidahumun ishaimin ilahimillanimsha kuasi hustahut tamasu ilardu kursiyadahu varshin Mama? Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Nima qilmagin, seni yaxshi ko'ramiz. Asosiysi, baxtingni topganingni bilsak bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Diana! Ketishimiz kerak. Diana, men bilan yur. Jinlar! Qizim. Iltimos, men bilan yur. Diana, qizim. Men baxtliman, dada. Men baxtliman, dada. Baxtliman. Oyi! 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 Men baxtliman, dada. Men baxtliman. Oyi! O'tinaman. O'rningdan tur. Oyi! O'rningdan tur. Men baxtliman, dada. Qizginam. Men baxtliman, dada. Men baxtliman. Men baxtliman. Qo'lga tushdingmi? Qopqonga tushdingmi? Bo'lat, qayerda yuribsan? Arqonni olib kel. Uni bog'laymiz, tezlash. Ablah, yaramas. Hayvon, hoziroq yuzingni ko'rsat. Aks holda otaman. Voy, to'xtang. Nursulton amaki, Hoziroq yuzingni to'xtang. ko'rsat. To'xtang. Senga gapiryapman. Boshingni ko'tar. Jasik, menga yordam ber. Nurika, hammasini tushuntirib beraman. Nurika, sizga hammasini tushuntirib beraman. Hammasini tushuntiraman. To'nka. Hoy, hokim, qo'lga tushdingmi? Endi qamalasan. Xo'sh, tepadagi men qarzdor bo'lgan odamlarni qayerga yo'qotding? Qani ular, ablah, Bo'ldi, bas yaramas. qiling, iltimos, qurolni tushiring. Хочешь $400? Найди сайт 1xbet, получай бонус за регистрацию и делай ставки на любые события. Oyi.
Hammasini tushundim. Bu yoqqa keling. Hozir choy ichamiz. Tonka, tuzoqqa tushdingmi? Sababi sen g'irtaqmoqsan. Unga pul berish kerak, bunga pul berish kerak deb barcha pullarimni olib qo'ymoqchimiding? Chuchvarani xom sanabsan, yaramas. Tuzog'ingga tushmadim. Qariya, ko'zlaringga qarab menga bir tiyin ham bermasligingni tushungandim. Xasis chol. Jasik, biror nima desangchi. Hey, ovozingni o'chir. Dadasi, keling choy ichamiz. Kela qoling. Choy ichamiz. Dada, marhamat o'tiring. Bo'la qoling. Dada, o'tiring. Dada, sizga nima qildi? Men baxtliman. Men baxtliman. Mana bu harfni Z boshqacharoq talaffuz qilishing kerak. Z boshqacharoq, tushundingmi? Mana Z. Eshitaman. Oyi, Diana yaxshi kelin, to'g'rimi? Ha?
Jasulan, nima bo'lmasin mashinada qolinglar. Bismillah. Assalomu alaykum, imom. Rahimdil va marhamatli Allohning ismi bilan boshlayman. U bizni sendan olib qo'ymoqchi. Imom, ket. Senga bularning nima keragi bor? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Его нужно убить, Булат! Убей его, Булатик, убей! لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ovozingni o'chir, ablah. Bola, o'g'lim. Nur sultonam, aka u tomonga qaramang, iltimos qaramang. Ko'zlaringizni yumib shu yerda o'tiring. U tomonga qaramang. Kerak emas, qaramang, bo'ldi qiling. Bo'ldi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم Hech nima qila olmaysan. إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ovozingni o'chir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Allohning irodasi bilan bu tanani tark etasan. U meniki, imom. Hech nima qila olmaysan. Chunki sen loydan yaralgansan. Men esa olovdan yaralganman. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بالشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم لا بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Qayerga ketyapsiz? Qo'yib yubor. U meni o'g'lim. Nima qilib qo'yding, o'g'lim? Seni qarg'ayman. Xudo hech qachon seni kechirmasin. Endi ko'proq ovqat yeyishing kerak. Xo'pmi? Diana, nimaga meni qo'rqityapsan? Diana, bo'ldi. Idishni yuvish kerak. Idishni yuvish kerak. Diana, nima qilyapsan? Bugun hamma pashalar uyimizga uchib kelishga qaror qilishibdi. Balki non pishirib, duo o'qirmiz. Nima deysizlar? Uyimiz tozalanadi. Ey, yaxshi kitob o'qi, balki aqling kirar. Xo'sh, bugun nima qildilaring o'zi? Diana, hozir Diana. Uyg'oning, ko'zlaringizni yummang. Nursulton og'a. Tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak. Tezroq. Ko'zlaringizni yummang, amaki. Alo, zudlik bilan kelinglar. Meni eshityapsizmi? Ko'zingizni yummang. Ha, tezroq kelinglar. Bo'la qoling. Tezroq. Ushbu film uzmoviy.com sayti uchun maxsus dublyaj qilindi. Eng yangi filmlar o'zbek tilida faqat uzmoviy.com saytida. Tashrif buyuring va tomosha qiling. Yaxshimisan, Bo'lat? Dori ichyapsanmi? Hali ham Dianani ko'ryapsanmi? Oyingni-chi? Otangiz-chi? Qani yura qol. Yur, ovqatlanish vaqti bo'ldi. Yaxshi uxlayapsanmi? Shu va shunga o'xshash film va seriallarni o'zbek tilida sifatli formatda tomosha qilishni istasangiz, uzmoviy.com sayti sizga muntazir. Eng so'nggi jahon premyeralari, blockbusterlar, shov-shuvli seriallar professional jamoa tomonidan ovozlashtirilib, siz aziz tomoshabinlar e'tiboriga taqdim qilinadi. Hoziroq Kinomania promokodi orqali saytdan ro'yxatdan o'ting va oylik 12990 so'm o'rniga 9990 so'm bilan 30 mingdan oshiq film va seriallarni hech qanday reklamalarsiz, hech qanday qotishlarsiz tomosha qiling. uzmoviy.com eng so'nggi va eng birinchi. To'qinda tashdi teperinde asta get poverty ise that I'm scared and
dedi ayyor uyg'onganim keladi egisi ish ko'riniye bas terisi unda ne bo'ldim ayyor hazabisinga dedi ayyor uyg'onganim keladi egisi ish ko'riniye bas terisi unda uyudim avvala Тағы көрем, тағы күлем, сүрінем, есімге етіп, мұңылып бір тірілгем. Мен қалдырған өткен жаққа көзім жетпей қайта ілінем. 16-да болдым куә қылмысқа, біреу айтты, қойшы болды тұрмыспа. Сөйлей бер, тілің болса тым қысқа, кейінгендер өмірлерің тыныш па. Қайғырмаңдар бұл сәбиді өлді деп, жас қызыл гүл мезгіл жетпей солды деп. Бақыты жоқ сорлы тәнің жана жанба шамшырақ сөнді деп, қайғырмаңдар бұл сәбиді өлді деп, жас қызыл гүл мезгіл жетпей солды деп. Бақыты жоқ сорлы тәнің жана жанба шамшырақ сөнді деп, шексіз ойдың шеттімен, қызың кеткен беттімен, айдалады адасқан, тұншқан жасқа шеттімен. Мен исалаң, мен нәресте, үміт жоқ көзімдегі отыма, жылынатын адам көп анашыңның басында. Көрінеді бір шырақ, дәм жоқ көздің жасында, айтуға демің жоқ бірақ, көмілген жерге мың сұрақ. Сен тұрсың не сұрақ, сен тұрсың не сұрақ. Қайғырмаңдар бұл сәбиді өлді деп, жас қызыл гүл мезгіл жетпей солды деп. Бақыты жоқ сорлы тәнің жана жанба шамшырақ сөнді деп, қайғырмаңдар бұл сәбиді өлді деп, жас қызыл гүл мезгіл жетпей солды деп. Бақыты жоқ сорлы тәнің жана жанба шамшырақ сөнді